Kia Cabbage mashinamiz avtodiagnostika programmering ishlari bo'ldi, tugadi. Sim 2K251 eb o'tiribdi bunda 2 litrli atmosferniy dvigatel. Diagnostika priborimiz launch pad 7. Propiska zajiganga sanaydigan holat bor edi, 4-silindrda. Hammasi idealniy bo'ldi. Bu yoqda tabloda ham chek chiroqlari yonib turgan edi. Buni ham cho'tka qilib berdik. Cabbage bo'yicha ham bemalol murojaat bo'ladi. CNG metan gaz yoki bo'lmasam LPG propan gaz bilan bo'lsa ham programmирование hamda avtodiagnostika ishlari mavjud. Bemalol murojaat qilasizlar. Ollar nima gap? Tinch. Xatirchida taqillatazam bormi? Inshaalloh. O'rganish kerak. Yaxshilab o'rganib olsang, yo'llar ketadi. Ish faoliyatidamiz, bizlar bilan bog'lanib kelsanglar, ora bo'lib qolinglar. Telegram ссылка qoldirib qo'yaman. Shuni ustiga bosib olsanglar, bizlar bilan bog'lanasizlar.